Lexus GS 250 2012-yilda ishlab chiqarilgan, bor yo'g'i 112 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Mashinani komplektatsiyasi full, holati voshimtiniq ekan. Rasxodlari korobka moy filtrlarigacha alishtirib qo'yilgan ekan, va shu zo'r qaralgan ekan, pullar ayashmagan ekan. 4 ta yangi balon ham taqib qo'yishibdi. Motor korobka hadovoy ideal deyaptilar. Bemalol ko'rib kira olasizlar. Kraskasi mana shu kapotda, orqa eshik va kriloda bor. Hammasi qirilgani uchun, sirilgani uchun sepilgan ekan. Udar yo'q ekan. Bemalol tekshiraverasizlar. Tonirovka razрешениялari bor, salonlarning holatidan o'tiribdi, pamuch sideniyali, elektropaket, kojuniy salon, ikkitalab pultlari, abduf sideniyalarigacha bor. Komplektatsiyasi vashi zo'r ekan lekin 112 ming probeg, lipistoklar, multirul, start stop, yuklar, orqalari hamma o'chotga turibdi. Mashina qiynalmagan ekan, zo'r qaralgan ekan. Mashina haydaganlar bilishadi. Uncha hozirgi Malibu Salibular shuni ketiga tep boradigan mashinalar. Olgan odam xudo xolasa maza qiladi. O'zim ham ko'rib ishqiboz bo'ldim, zo'r ekan. Olib maza qilib haydashingiz uchun bor yo'g'i 19900 bosib